Internet va ijtimoiy tarmoqlar qisqa vaqt ichida hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Bizning istaklarimiz, hujjatlarimiz, daromadimiz va hatto butun boshli shaxsiy hayotimiz qo'limizdagi mobil telefonlarimizda jamlangan. Qulaylik albatta yaxshi, lekin shu qulayliklar ortida bizga zarar yetkazishni istaydiganlar ham yo'q emas. Ularga qarshi turishda esa savodxonlikni oshirishimiz eng muhim masala. O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida tashkil etilgan bugungi konferensiya ham kiberxavfsizlikni oshirish mavzusida bo'ldi. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgani kabi kiberjinoyatlar ham keskin ortib bormoqda. So'nggi 5 yilda bu turdagi jinoyatlar 68 baravar, o'tgan yilgidan esa 9,1 baravar ko'paygan. Kibermakondagi huquqbuzarliklar oqibatida fuqarolar 1 trillion 909 milliard so'mdan ortiq mablag'ni boy berishgan. Bugun biz bilishimiz kerakki, bizni boyishimizda bizdan boshqa hech kim manfaatdor emas. Bugun insoniyat 21-asrda juda xudbinlashib bormoqda. Shuning uchun biz psixologiyamiz nuqtai nazaridan birinchi bo'lib kelganda shunday murojaatlarga shubha bilan qarashimiz. Ikkinchisi, bizga telefonimiz keladi, turli shu yozuvlar, nuqtadan keyin APK bo'ladi. Bu ham mana bugun biz universitetimizda bu bo'yicha ilgari media savodxonlik agar kurslarini tashkil qilgan bo'lsak, bugun biz respublika bo'yicha bizni kafedramiz boshladi. Biz kiberxavfsizlik sohasida savodxonlikni taklif qilyapmiz. Uchinchisi, bu turli tashkilotlar bor, davlat banklari bor, boshqa banklar bor. Shularning nomidan ham murojaatlar keladi. Biz bunga ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bu murojaatlar orqasida bizni moddiy ahvolimizga yomon ta'sir qiluvchi omillar turadi. Va biz bugun eng fojiali jihati mana shu bu nafaqat har bir fuqaroni xavfsizligiga, uni moliyaviy ahvoliga, inqiroz uchrashiga bu sabab bo'lyapti, balki bu O'zbekistonning davlat xavfsizligiga ham og'ir natija olib kelishi mumkin. Konferensiya davomida talabalarga mavzuga oid statistika, real misollar va dolzarb tahdidlar tushuntirildi. Shuningdek, mutaxassislar ishtirokchilarning savollariga batafsil javob berib, kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish usullari va firibgarlikning oldini olish bo'yicha foydali maslahatlar berdilar. Ayniqsa kuchli parollardan foydalanish, shubhali havolalarga kirmaslik, ikki bosqichli tasdiqlashni yoqish, bank ma'lumotlarini hech kimga taqdim etmaslik kabi asosiy qoida va jihatlar alohida ta'kidlab o'tildi.